Selam dostlar, sizlar bilan Daybo. Bugungi videoda nima qilishni bilmaymiz. Shuning uchun survivalga o'tib olamiz. Ana endi nimaga o'tamiz? Bunday qilamiz. Bu buzilib ketibdi. Endi kreativga o'tib, survivalga o'tib yuraverish. Bu uyatda, uyat. Yaman charchabman. Mana endi otizni sabzavotlarni terib, yana joyiga ekib qo'yish kerak. Bo'ldim. Endi qolganlarni uyga ekitamiz. Olib ketamiz. Bo'ldi. Ekamiz. Bo'ldim men. Bo'lgan narsani sandiqqa joylab qo'yamiz. Ketdik. Buni joyiga qo'yamiz. Nima? Yo'may. Ham bu nima bu? Buni bunday qilib qo'ysak hech narsa bilinmaydi. Mana endi hamma narsa joy-joyiga qo'yamiz. Keyin bunkerga tushamiz. Albatta buni yopib qo'yish kerak. Bo'ldi. Bundan bu blokni olib, buni qanday xususiyati borligini tekshiramiz. Va bu titanistik deganni ham olamiz. Bu yo'q. Buni bu kerak. Keyin bu kerak. Bo'ldi. Ketdik. Ana endi ketdik bu yoqda. Hojitel, bu blok haqida bilasanmi? Bu blok qanday bu? Buni bilsang qo'lda ham bilsa bo'ladi. Qara, buni bunday qilib yurmaysan. Buni faqatgina bunga qo'yasan. Bu hech narsa qilmaydigan blok. Buchi. Bo'ldi? Bo'ldi. Ketdik. To'xta. Bunday qilmaydi ekan. Ana endi daraxt chopib kelish kerak. Bizga taxta ko'p kerak bo'ladi. Hali beri biz ketishimiz kerak bo'ladi. Ketdik.
Bunu koyamiz. Hammasini qo'ydik endi. Ana endi bizga what? Buni ziriklish kerak bizga. Ana endi ketdik. Buni ochamiz va hammasini qo'yamiz. Ana endi bizga bolg'a kerak. Mening boyliklarim turadi bu bunkerda. Bo'ldi. Ketamiz. Ketdik. Mana endi bir stak ham oldik. Ketdik. Ana endi biz uyimizni tuzatishimiz kerak, yangilar. Bundan qo'y bele. Bu qanday? Buni kim buzdi? Yo'q bo'ldi. Buni kim buzganini bilasizlarmi? Men bilmayapman. Buni kim buzgan ekan? Bu kim buzgan ekan? Buni bir odam buzgan. Buni tuzatish oson bo'lmaydi. Mana bu toshlarni tuzatish oson, lekin mana bular bor. Bilay. Uxladim men. Ertaga men uchun qiyin ish bo'ladi. Uxlab olish kerak endi. Taxtalarni joy-joyiga qo'yib qo'yamiz. Qo'yamiz. Mana uxlab olamiz. Juda ham charchabman bugun. Ana endi buni endi qurish kerak uyimni. Mana bunday qilamiz, buni olamiz. Bu yerda bu turgandi. Bu yerda tosh turgan edi. Mana shunday turgan edi. Buni bu yoqqa bo'ldi menimcha. Mana buni hammasini bu yoqqa bo'yim yetmaydi meni. Taxta kerak emas. Bo'ldimi? Mana endi men pastga tushdim. Mana bu toshni qayoqdan topsam bo'ladi endi? Biz bugun meni uyga o'g'irlikka tushamiz kechda. Kunduz emas, kech bo'lganda. Hozir dam olib olaylik. Bu narsalarni qo'yib. Bularni hammasini qo'yib olamiz. Kech bo'lganda keyin meni uyga o'g'irlikka tushamiz.
uxlab olish kerak. Bo'ldi, kech bo'ldi. Mana endi o'rlikka chiqish kerak. Buni olamiz. Menda pullar kam. Bu bunchadagi pullar hali kerak bo'ladi. 37 dona bor atiga. Ana endi bizga mana bu kerak bo'ladi. Meni ishga mana bu ilingan bo'ladi. Mana endi bo'ldim. Bizga niqob yasash kerak. Bitta shlyapa bo'lsa ham bo'ladi. Bizga unday narsalar. Mana shu yetadi. Sekin buni kiyib olamiz. Bo'ldi, ketdik. Meni uyga o'rlikka tushamiz. Ketdik. Sekingina. Ketdik. Sekin borib, sekin kelsak. Meni uyi bu yoqda. Mana shu meni uyi. Meni uyda yo'q, lekin uyni kalitlar bu yoqda hekalar bor ekan. Mana endi yo'q, bu yoqdan ham jidallar. Bu yoqda jidallar o'ralib yotibdi. Shundan sekingina kelib jidallar ko'rmasligi uchun o'tirib sekingina yoqdan yo'q, hammasini olmaymiz. Bu olinmayapti. What? Bu olindi. Mana bu shu qatorni olsak bo'ldi. Sekingina hammasi qurib ketamiz keyin. Bilmayman. Yo'q, jidallar yo'q. Sekingina ketdik. Bechora. Men bunamiz bu yoqdan o'rlikka chilganlar uchun tilim kelishmay qoldi. Tushganimni bilib qolmasligi uchun. Yo'q bo'ldi. Bugungi video tamom. Hammaga salomatlik tilaymiz. Sizlar bilan Doybul bo'ldi.